Assalomu alaykum Xorazm eli. Boz garantiya sizlar uchun yangilik topishni davom etib turibdi. Ko'rib qo'yadigan bo'lsangizlar, turli xil aksiyalar, turli xil yangiliklar qilib qo'yamiz. Bugun Xudo xolasa Xankada ko'kalik programmamiz ukamiz tomonidan qo'yilayotgan bir yangilikni aytib o'tacakman sizlarga. O'tgan safar zaslonka yuvishni 3 kun tekin qilib qo'ygan ekansiz, to'g'rimi? Bugun nima yangilik qilyapsiz? Aka, 24, 25, 26 oktyabr kunlari injektor yuvish mutlaqo tekin. 24, 25, 26 oktyabr kuni injektor dedingizmi? Injektor yuvish besplatniy ekan. Yana bir nima qo'shing uni. Bo'ldi aka, siz uchun xalqimizga kobutlarni distansionni zavod qilib berish, o'zini pultida zavod qilib berish mutlaqo tekin. Uni ham qo'shib yuboramiz. Eshitdingizlar? Xazariz, Bag'at, Xanka, Urganch, uzoqdan keladigan bratlar sizlar uchun 3 kun. Eshitdingizlar? Kobulti bor bratlar. Mashinalarni o'zimiz avtoskop pultida uzoqdan turib yoqib beradigan programmalar ham qo'shdilarlar. Brat 3 kun besplatniy, bemalol kelib shu yerda ukamizning xizmatidan foydalanib ketishingiz mumkin. Shartlari Boz garantiya podpiska bosgan bo'lishingiz kerak, shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Ko'kalik programmamiz ukamizni Ko'kalik programmamiz desangizlar chiqadi, Instagram profili bor, shuna obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak, shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Bo'lgani shu. Qolgan hammasi besplatniy.